Assalomu alaykum hammaga. Manchester United afsonasi Van de Sarning epik kartasi o'yinga qo'shildi. Ko'rib turganingizdek, akkauntimizga 5700 ko'z donat qildik. Ko'ramiz oxirida tusharmikan yoki yo'q. Videomiz boshlanmasdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Qani, sayzimizni bersin-a? Hop, birinchi o'ntalikda berganda yaxshi bo'lardi lekin. Hop, bitta yotib ko'ramiz. Stonesga tushib qolarmikan. Dadasi ham taniydigan o'yinchilar beryapti. Orqasidan sразу o'ntalik. İçiga kirib biron narsa qilib ko'ramiz lekin oxiri. 2007-yil 37 yoshda bo'lgan ekan Van de Sar. Bo'yi 197. Yomon emas lekin. Aynan raqibingiz blitz qurul qilganda bu bo'y ancha ahamiyatga ega bo'ladi o'sha paytda. Va bizda yana haylat karti. Bitta o'ntalik otib ko'ramiz. 5700 ko'z donat qildik. Tusharmikan? Van de Sar. Oxirida Black Animation bosib bersa zo'r bo'lardi lekin. Bir 1800 ko'z qoldi. O'ntalik otib ko'ramiz. Va nihoyat Bale. Mayli. Aybi tomonimiz ham uncha yaxshi emas edi. Costa Curtao'nga yaxshi variant. Yaxshi 5700 ko'zdan oxirgi o'ntaliklardan bittasida Bale ushladik. Van de Sar uchun yana 5700 donat qilamiz shekilli turishdan. Hop, endi 5700 ko'ngizga hammasini ushlashga harakat qilamiz. Va yana bizda highlight kartalar. Kutilganidek, o'zi bizga yangilik bo'lmay qoldi hozir. Kanalda kommentlarda ko'raman 100 ko'z ishlaydi, bitta o'ntalikda ikkitadan oshadi. Qachon bizga ham shunaqa bo'lar ekan? Va bizda yana highlight karta. O 49 o'yinchi. Bitta highlight karta va ikkita epik karta. Bizda 2800 ko'z bor. 2700 ko'z qolgizib qo'ygan. Nega faqat o'ntalik bosamiz? Birinchi o'ntalik. Bizda oxirgi o'ntaliklardan biri va bizda Van de Sar
5702 ta. Bundan oxirgisidan jami 10500 kunimiz ketyapti. 10500 kunga Van der Sar arzirmikin? Xo'p do'stlar, 100 kunga harakat qilib ko'ramiz. Tusharmikin? Va bizda palto epigini ushladik 100 kunga. Atigi 100 kunga. Va ancha qiynadi bu pak. Orqagilarga qaraganda ancha qiynadi. Ma'lumot sifatida aytib ketaman. Palto RB kartasini SP, ya'ni himoya uchun kuchaytirsak reytingi 101 ga tushadi, lekin o'yinda 107 dek harakat qiladi. Kuchaytirishni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin.